6 nuqtani yozishni boshlaymiz. Mana bu katakda 6 ta nuqta bor. 10 tomon tepasida birinchi nuqta, tagida ikkinchi nuqta, uning tagida burchakda uchinchi nuqta, chap tomonda 4-chi nuqta, uning tagida 5-chi nuqta va uning past tagida burchakda 6-chi nuqta. Mana bu katakda 6 ta nuqta bor. Maktabga ilk borgan kunimda siz ochdingiz quchog'ingizni, sekin asta tutib qo'limda o'rgatdingiz o'qish, yozishni. Bor mehringiz berib siz menga to'g'ri yo'lga boshlay oldingiz. Ezgulikni solib dilimga, ilk ustozim bo'lib qoldingiz.